Assalamu alaykum qadrli radio do'stlar. Bugungi roman anglitish saytimizda Sengül Canishxon yozgan Ko'z yoshidan namdalgan zamin nomli tarixiy aslima yana huzuringlarda bo'ladi. 61-yili dekabr. İşten burunqi 3-soatlik darsdan keyin yangi yilga berilgan 4 kunlik dam olish vaqtidan foydalanib uyga qaytib, ota-ona va ukalarimni ko'rib kelay deb tayyorlandim. Va tushlik tomoqdan keyin sumkalarimni elib, qizlarga uyga berib kelganligimni aytib qo'yib, poyezd stansiyasiga qarab ketdim. Poyezd stansiyasidagi sut punktining mashinasi davomli Janubiy tog'dan sut to'shib kelganligini anglab, shu mashina bilan ketarman deb izladim. Sut punkti deganimiz poyezd yo'lining chetiga joylashgan kichkina bir ishxona edi. Ishxonaga kirib, ustal oldida o'tirgan mas'ul xodim Xanzodan so'radim. Sut mashinasi bugun Janubiy toqqa mang'amdi? Ha, bir soatdan keyin menishi mumkin. Men shu sut mashinasiga o'tirib ketsam bo'lamdi? Janubiy tog'da kiming bor? Nima uchun borsan? U yerda ota-onam bor. Dadamning ismi Solih Valiyev. Ha, men u odamni taniyman. U bek yaxshi, aqlli, bilimli odam. Sen mushu yerda kutib tur. Balki 1 soat yoki 2 soatdan keyin mashina mang'idi. Rahmat, men sirtda kutib turay. Men sirtga chiqdim. Havo sovuq bo'lganlikdan kichkina uyning ichiga liqqida odam to'shib ketgan edi. Poyezd stansiyasiga birinchi qatim chiqqanligim uchun poyezd yo'li va poyezdlarni ko'rib boqqim keldi. Poyezdni va yo'llarni ko'rib kelay deb poyezd yo'lining beshiga bordim. Keng maydonda yeyilib yotgan qatma-qat poyezd yo'llari va poyezdlarni ko'rib turardim. Maydondan vagon so'raydigan poyezdning boshqasi uchqandek g'arbiy tog' tarafga qarab ketdi. Maydonning u yoq bu yoqqa qarab turardim. Yiroqdan poyezdning kelayotgan ovoz anglandi. Men diqqat bilan poyezd kelayotgan tarafga, ya'ni Qumul tarafga qarab poyezdning kelishini kutdim. Poyezdning kelishi odamga xuddi yiroqdan yer beg'irlab, vaqirab-jaqirab kelayotgan ajdahoni eslatdi. Poyezd mening oldimdan o'tgandan keyinmi, uning quyruqi texi tog' tarafdan chiqib bo'lmagan edi. Shuncha uzun poyezdni ham eg'ir narsani qandoqim so'rab keldigandi deb poyezdning bosh qismiga hayronlik bilan qaradim. Poyezd to'xtadi va butun eshik derazalar ochilib, odamlar tiqilib, bir-birini ishtirishib, yiqilib yurib avtobus tarafga qarab ketdi. Poyezd kelishining oldida poyezd yo'lining chetidagi odam saqlaydigan yerga 10 necha Xitoy kelib turardi. Ular o'zining tuqqanlarining oldiga emas, balki mushu odamlarni o'rlashtiruvchi odamlar ekan. Har bir vagondan tushgan odamlar xuddi o'g'isi cho'lgan cho'mildek poyezd stansiyasiga patmasdan qisqa-qisqa bo'lib, maydonda mang'udak yer qolmadi. Bu odamlar sirtdan qarasa xuddi qora cho'milning o'ziga o'xshaydi. Hammasi o'xshash qarchapon, qora ishton, putida qora latxay, beshida qora shapka bo'lib, shapka ustiga har xil rangda sharpa bog'lab olgan, har qaysining qo'lida ko'tarib olgan yoki yetilib olgan 2-3 dan, ba'zilarining 6-7 dan bolalari. Hammasi 1-2 kichik bo'pi ko'tarib olgan pakar odamlar edi. Ko'rinishdan maktab yuzi ko'rmagan, umr bo'yi yaxshi kun ko'rmay, kambag'alchilikda qiynalgan odamlardek ko'rinadi. Bu odamlar qarab, tova, bir-birini qanday farqlantirdigandi deb o'ylab qoldim. Avtobus keldigan maydonga sig'may turgan odamlar xuddi poyezdning kelishini bilib, planliq o'rlashtirib qo'ygandek, kayni-kayndan uzilmay kelib turgan avtobuslarga miqdab kirgizilib, odamlarni ishtirib turib, ishni aram besib mang'izib, birining kaynidan biri kelgan avtobuslar bilan 5-10 minutning ichida
maydonda birmu odam qoldirmasdan elib ketdi. Poyezd istansiyasi yana jimjit holatga keldi. Beshimga birini urib, uyqumni asta ochgan odamdek tovamni ming aytib, maydonning chetida minutdek turib qoldim. Yilqi kelgan necha minglagan odamlar xuddi ezqudek 15 minutning ichida taraf-tarafga tarqalib, maydon qop-quruq qolgan edi. Bu hol menga qattiq ta'sir qildi. Biz texi g'aflat uyqusida uxlab etibdik, deb hayronlikda turatdim. Yana poyezdning kelayotgan ovozi anglandi. Yana keldim nima? Deb chaqqon minib poyezd yo'lining chetiga chiqdim. G'arbiy tog' tarafdan burilib, yuk poyezdi chiqib keldi. Bu maxsus neft to'shiydigan poyezd bo'lib, har bir vagonda neft qachilaydigan maxsus cho'ng tung bor edi. Bu poyezdning oldingi odam qachilab chiqqan yo'lovchilar poyezdimu uzun bo'lib, 18-20 gacha vagon edi. Shundoq cho'ng neft vagonlariga qachilangan neftlar ichki o'lkalarga Xitoy yeriga qarab eqib ketib boradi. Bularni ko'rib, og'zim ochilgan peti qetib qoldim. Uzun o'tmay, yana bir yuk poyezi uzun ketgan vagonlar bilan yetib keldi. Boshdagi bir qancha vagonda ot, kala, qo'y, uloqlar besilgan. Uning keyindan vagonsiz taxtayning ustiga yo'g'on qarg'ay limlarni tog'dak besib, temir zanjir bilan akchil bog'lab, Sharqiy Turkistonning o'rmon boyliqlarini besib, uning keyindan usti ochiq vagonlarga qachilangan ko'mirlarni va eng oxirgi ikki vagonga qo'rtilgan odam o'g'iti besilgan edi. Bu poyezdlarni ko'rib, asli masala bu yerda ekan. Xalq uxlab etibdi, deb o'z-o'zimga so'zlab turgan yerimda bir aylanib chiqdim. Shu ishlarni ko'rib, xiyol bilan shimoliy taqqa mangdigan mashinani unutib qaptiman. Sut punktiga oldirab kirsam, yilqi Xanzo mas'ul kishi meni ko'rib hayron qoldi. "Voy, sen taqa ketmadingmi? Mashina mang'ili 1,5 soat bo'ldi. Qanday qilsan endi? Ata mashina mangmaydi. Boshqa kun kel", dedi. Shuning bilan qorong'i tushganda yotoqqa to'nglab, qo'rsig'im echib, aram qaytib keldim. Yotoqqa kirsam, qizlar meni ko'rib hayron bo'lishdi. "Biz seni ketib qoldi desak, sen kech bo'lganda bu yerda yuriysan-ku. Nalarda yurding?" deb kulishdi. Men ko'rgan narsalarim ustida ularga so'zlab berdim. Qizlar so'zlab qaynashib, kech soat 1dan oshganda uxlashdi. Yili 31 dekabr. Ertaganda choyni ichib bo'lgandan keyin bir qancha qiz o'g'illar poyezd istansiyasiga chiqdik. Poyezd istansiyasi O'rimchining kunpetish tarafdagi Qiziltog'ning etigiga joylashgan bo'lg'achqa, shahardan xili egizlikda turadi. Shunga kishilar poyezd istansiyasiga chiqdik deyishadi. Poyezd istansiyasida Sharqiy Turkistonga cho'mildak kelayotgan Xitoylarni va Xitoy shaharlariga eqib ketayotgan Sharqiy Turkistonning boyliqlarini ko'rib, qiz o'g'illar ko'zlariga yosh elib, bu Sharqiy Turkiston xalqi uchun bir cho'ng ofat bo'ldi. Sharqiy Turkiston xalqining beshiga shundoq cho'ng ofat va og'ir kun kelib yetibdi, deb ko'ngilsiz bo'lishdi. Bizni ko'rib turgan bir yashangan buvay asta yanimizga kelib so'rdi. "Bu yoqqa chiqib qapsizlarga bolam. Birarsining oldiga chiqdinglarmi ya?" "Yo'q, hech kim kelmaydi cho'ng dada. Xitoy shaharlarida bizning hech kimimiz yo'q. Faqat poyezd istansiyasini ko'raylik deb o'ynab keldik."
Bunchola ko'p Xitoyni ko'rib boqmagan o'quvchilar hayron bo'lib turishadi. Ağıca yeliqi bovay yana söz başladı. Men bu yerde tazlık kılıman. Tang atqıça poyizlar adam toşuydu. Bu adamlar ne ketip joylashadigan tang qumga singan sudek yo'qab ketadi. Bular uchun avtobuslarmi, mashinalarmi tayyor. Qochilib ketadi. Voy Xudoyim, Şinjan xalqi uchun bu Xitoylardan qutulish yo'q gap ekan. Bizlarni terik yalmab ketmaslar bo'ladi-ku bu haq. Boy shundoq degunicha ketib qoldi. Biz bir kun poyezd stansiyasini aylanib yurib, bir sotkada qancha martaba odam to'shiydigan poyezd keldi. Bir poyezd qancha vagon, bir vagonda qancha odam bor deganlarni hisoblab ko'rib, butun o'quvchilarning yuragi yerilgudek bo'ldi. Voy Xudoyim, yana 30-40 yil ichida Sharqiy Turkiston xalqi tugab, yerimiz Xitoy qo'lida qoldigan savoddoshlar, qanday qilamiz? Buningga nima amal? Buningga nima amal bor? Bizning qo'limizdan nima keldi? Bu bizning qo'limizdagi ish emas. Amsa kimning qo'lidagi ish? Agar bu ishlar bizning qo'limizdan kelmasa, balo qazo bizning beshimizga keldi. Savoddoshlar ana shundoq talash tartish qilib, bir-birimizga bugungi ko'rganlarimiz to'g'riliq ta'sirotlarimizni so'zlashib, yotoqqa qaytib keldik. Poyezd stansiyasidagi sayohat butun o'quvchilar orasiga hikoya sifatida tashviq qilindi. 62 fevralning 1-kunidan boshlab qishliq kanikulga chiqdik. Malika ikkimiz mushu kanikul vaqtida bizning uyga bormoqchi bo'lib tayyorlandik. Erta mangmiz degan kuni Ablis meni izlab keldi. Men siz bilan so'zlashsam vaqtingiz bormi? So'rdi Ablis. Yuring, yotoqqa kiraylik. Men Ablisni yotoqqa boshlab kirdim. Malika yotoqda meni saqlab o'tirgan ekan. U o'zi yolg'iz edi. Ha, yaxshi bo'ldi. Malikim bor ekan. Ablis xotirjam holda yotoqqa kirgandan keyin xuddi bizga muhim so'zi bor odamdek qarab. O'zinglar bilasizlar. Biz ko'p izlandik. Lekin biz izlagan yo'ldoshlardan xabar bo'lmadik. Shunga biz o'zimiz bir guruh bo'lib tashkillanib, qo'limizdan kelgudek ishlarni qilib turaylik. Ham ishlovchi yo'ldoshlarni izlaylik. Agar topsak, bir guruh bo'lib qo'shilamandik. Yo'ldoshlarni topqicha yetiversak, vaqtimiz boshqa o'tib ketilgan o'xshaydi, dedi. Men xo'shalligimdan o'rnimdan sakrab turib ketdim va biz har qanday ishga tayyormiz. Bosh kesim qo'rqmaymiz, dedim. Malikimi kelib meni quchoqlab oldi va xo'shal oldi. Biz o'lsakmi bosgan izimizdan yonmaymiz, dedi. O'lsakmi tiz pishmaymiz. Ablis mehribon ko'zlari bilan ikkimizga qarab, mo'rimizni tutib turib, so'zni davom qildi. Biz o'lsakmi ayrilmaydigan qarindoshlardan, yaqin do'stlardan bo'ldik. Ablis so'zlab o'tib, ko'ziga issiq yosh oldi. Biz uchimiz yarim kechagacha cho'ng umidlar bilan porloq kelajak haqida, oldimizgi vazifalar haqida va biz duch keladigan qiyinchiliklar to'g'risida qizg'in so'zlashdik. Ablis chiqib ketgandan keyin Malika ikkimiz tong otqicha so'zlashib, so'zimiz tizmay ketdi. O'zimizda yangi bir hayot boshlangandek, ro'yimiz ko'tarangu, ko'nglimiz umidlik ham xo'shal. Cho'ng vazifani o'z ustimizga olgan, manlik hayotni boshlagan chin insonga o'xshash, o'zimizda buyuk g'ayrat hosil bo'lganligini his qildik. Bu cho'ng umidlar bizni cheksiz xushallikqa cho'mdadi. Qadrli radio anglash do'stlar, bu qadimgi roman anglish saytimiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudo omonat.